Assalomu alaykum. Men Surxondaryodan keldim. O'g'lim Rahmonjonov Eldor DTSP kasali bilan 4 yildan beri kasallangan. O'sha operatsiya qildirishga mablag'imiz yetmagan uchun Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi bizga yordam berdi. Qiynalmadik, taklif qilganda yaxshi kutib olishdi. O'g'limga pul ajratib berishdi. Operatsiya qildirdik. Fonddagilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Marhum Mirabror Usmonov Alloh rozi bo'lsin. Shu fond ochib ketganlarga, izidan farzandlariga, fondda ishlaydigan xodimlarga hammasiga kattakon tashakkur, rahmat, yordam berishgan uchun. Agar farzandlaringizni sog'ligiga muammolari bo'lsa, moliyaviy jihatdan shu fond hammaga yordam beradi. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yordam berganlarga, ishlariga omad. Tan jon sog' bo'lsin.